Mumkin oldin boshlangan Denovdagi eng murakkab, eng burchali joyda Xudo xolasa tunikafon ishimizni bitkazdik. Qaranglar, qanaqa burchali eng qiyin joylar. Hozir mana ish jarayonlari haqida to'liq video qilyapman. Mana bu joylari ham mana полностью bitgan. Mana bu joylari ham bitdi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu ishimizni 10 kun oldin boshladik. Bet Surxondaryo, Denovda. Mana 2 etajli zdaniyani tunikafonini Xudo xolasa qilyapmiz. Tamaddun ko'chada, mana Tamaddun ko'cha. Mana bu taraflarda ozgina joylari qoldi. Qaranglar, qancha nechta bo'y lesa tikkanmiz. 1 2 3 4 4 kampli lesa tikilgan. Bu yoqlari ham o'ta shunaqa bo'lib bitdi. Xudo xolasa bu ishimizni ko'cha tomoni, darvozaxonasi, ichkari shapkalari, ayvonchalari juda ko'p joyini qilyapmiz. Bu ishimizni ham mana shu polirovka bo'lgan tunikada, ya'ni alkafonga o'xshab, mana bu alkafon, mana bu tunikafon. Shunga shunaqa tunikadan chiroyli holatda qilib beryapmiz. Mana ish jarayonlari. Bu ishimiz Surxondaryoda. Darvozaxonalariga esa 3D qilib berganmiz. Mana bu joylariga endi nimaga bunaqa fason qildinglar desanglar, obunachilar, mana yaqinlab ko'rsataman. Mana bu joyga biz kelganimizdan oldin tiyaga gul qilib qo'ygan ekan. O'shanga patologni unaqa ko'p tushirib olmaslik uchun shu fason tanladik. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan ishimiz. Bu ishimiz Surxondaryoda. Endi men sizlarga to'liq darvozaxonalarini ham ko'rsataman. Darvozaxonalariga 3D qilib berganmiz. Mana bu joyga nima deyapti? Kichkina balkon tagiga. Darvozaxonalariga 3D qilib berganmiz. 3D da mokriy, oq va qora nerjavika kombinatsiya qilib berdik. Qaranglar, burchaklari qanaqa chiroyli chiqqan. Ancha-muncha ustani o'ylantirib bergan burchaklar bu yerda. Lekin ishimiz juda chiroyli holatda bitdi mana. Ichlariga ham mana qora nerjavika qo'yganmiz. Endi lampochka qo'yib qo'ysa bo'ldi. Lekin hali ishlarimiz bitgani yo'q. Sizlarga men to'liq ish jarayonlarini video qilib ko'rsatyapman. Material qanligi 0.4. Lekin materialimiz mana shunaqa alkafonga o'xshab yiltillab turadi, qaranglar. Qanaqa dahshat. Hurmatli obunachilar. Mana bu tomondan ham qarasanglar, mana yiltillab turibdi. Endi mana bu joyda ozgina ishi bor. Mana bu taraflari bitgan, qaranglar. Juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Bu ishimizni mana shu qo'riplari qoldi. Qolgan joylarini mana 3D qilib berdik. Mana 3D 2025-yilda yangi chiqqan fasonlardan juda chiroyli holatda turadi. Mana ko'rib baho beraverasizlar. Xudo xolasa, bu devorlar, fasadlari, so'killari bitgandan keyin, burchakkalar bo'lgandan keyin bu vahshiy dahshat bo'ladi. Bu lampochkalar qo'yilgandan keyin o'ta chiroyli bo'lib yonadi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Kimda kim shunaqa tunikafon qildirmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab juda chiroyli holatda qilib beramiz. O'zimiz Andijondanmiz. Surxondaryoga, Denovga kelib shu ishni qilyapmiz. Mana shapkalarini esa однотонный qilib berganmiz. Однотонный oq fason. Mana bu joylari ham, mana koridori ham 2 metrga 22,5 metr joyga ham juda chiroyli holatda 3D qilib berdik. Qaranglar, mana bu joylarga lampochka qo'yiladi. Xudo xolasa juda chiroyli holatda bu joylari ham yonadi. Bu ishimiz o'sha aytganimdek Surxondaryoda. Mana bu joylariga mana chiroyli shaxmat fason qilib berdik. Mana bu tomonlarini ham qilib berdik. Mana qaranglar. Undan tashqari endi mana bu joylariga ham juda chiroyli fasonda tunikafon qilib berganmiz mana. Kuruglar aylanib bo'lyapti tunikafon. Endi hozir ish jarayoni qayda desangiz, u 2-etajda ish qolgan. O 2-etajda ish qilishyapti. Hozir mana ish jarayonlari ketyapti. Mana ustalarimiz tomonidan mana bu joylari ko'riplari qoldi. O'sha joylarni yopib chiqsak bo'ldi. Lekin tunikamiz qaranglar, qanaqa blesk berib turibdi. Endi hozir mana bu joyda endi sizlarga pastdan ko'rsataman. Uychalari qanaqa chiroyli chiqqan. Mana qaranglar, u uychalarini ham burchaklarini juda chiroyli holatda qilib, juda chiroyli alkafon fason qilib berganmiz, qaranglar. Mana bu joyda ozgina chala-joy bor, xudo xolasa bitadi. Bu ishimizni ish jarayonini sizga qo'yapman. Mana bu tarafdan esa yoqqol ko'rinadi-da. Mana qaranglar. Qanaqa chiroyli bo'lgan mana burchaklari,
Bu tarafida kamchiligi bor. Mana bu tomonlarni yopib qo'yish kerak. Ha, mana bu joylariga esa bitgan polностью. Chiroyli holatda bo'ldi. Mana bu tarafida kichik kamchiliklari bor. Hozir mashina ish qilinadi. Mana bu tomonlari bitgan. Mana bitgan holatini ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, juda bitgan tomon. Mana burchagi bitgan. Juda chiroyli holatda bo'ldi. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. Juda chiroyli holatda mana ishimizni bugun o'z nihoyasiga yetkazyapmiz.